YouTube ahli. Qalaysizlar, yaxshimisizlar do'stlar? O'zbekchasiga assalomu alaykum deb qo'yaylik. Qarochi, men sizlarga qishlog'im, mana meni qishlog'im bilan tanishtiraman. Qarochi, bu qamoqxona. Men yangi Olmosdan qamoqxona qurdirdim. Qamalgin keladi ko'rib, qazlashdim. Xo'p, qattiq ko'tiq qilganlarni mana shu yerga olib kelib tashlaymiz. O'g'irladi. Xo'sh, qarochi, mana bu yerda ekinlik. Ya, bilak! Kim qutashadi bu ajar otam? Hozir olmasdan olib turaylik. Men bankrot basmanmi? Men pulim ko'p bas. Kim buni qutashayapti? Bilak! Bu turda yo'q hali. Kim o'g'irlik qilyapti? Yordam! Shu bilak kimdir yordamga chaqiryapti, o'zi hal qilib oladi. Shu qanaqasiga qanaqasiga agarotlarim buzib ketyapti. O'g'rini qidiraychi zarpal. Qani u endi? Shu uyim. Uyimni kim bunaqa qildi? Aynalar sinib tepalab bo'rtib yotibdi. Aynalar qo'ydim o'zi qimmatga. Olmoslarim qani mani? Bitta turuvdi. 64 ta. Qaysidir kimdir qamalgisi kelyapti shekilli. Yo'qsamga deydi. Qamataman uni qattandir topib. Hamma uyingga kel. Qarorcha tisib chiqaman men uyini. Makarda borang. Nima bo'ldi? Men uyga kirib oldim. To'xtachi, men gapir boshidan. Nima bo'ldi? Yo'qol. Eshik yo'q. Nima bo'ldi? Ayt menga. Kimdir meni olmoslarimni o'g'irlab ketyapti. Olmoslar, menikini 64 ta olmosim bordi, qaysidir ko'tiq ichiga tashlabdi. Siz shu qishloqda hokimsiz, iltimos menga yordam bering. Yordam beraman. Men oldin o'zimni oltinimni topib olib, senga qanaqa qilaman? Bo'pti, men u o'g'rini qidiray. Qarochi, bo'pti. Men o'g'rini qidirmasam, o'shim haddidan oshib ketibdi-yu. Qo'ling sansan sani shuncha vaqtim oldi. Birinchi mana shu uydan boshlaymiz. Titib chiqamiz hamma yo'qda. Do'stlar. Ishi mana yo olmoslarimiz. Mana hamma olmos. Aytdim bu kim o'g'irlayapti? Mana yo hammasi mashta turibdi. Riko hammasini shu o'g'irlagan. Billos qishlog'i. Ko'rasan sen hozir mana. Sen kech uyingga kirganingda ertaman ushlab, qarochi, uxlaganingda uxlatibsan, qarochi. O'sha qamoqqa borib tashlayman, qarab tur. Mana shu yaramas kibr bo'lib, qarochi boshqalar fermasini buzib ketayotgan ekan, mana ushladik. Hoy. Dast bosat pullaringga. Nima o'g'irlaysan? Kallani ishlat, ro'za Ramazonda narsa o'g'irlaydimi? Birovlar pulini qara, qancha vaqtini olding odamlarni ishidan qoldirding. Teshib chiqsa pullaring hammasi. Pul bizniki edi. Sen hali hokimlikda javob berasan. Do'stlar, bunga qanday jazo berishimizni YouTube'da ko'rgandirsizlar, boshqa videolarda qanday jazo berishimizni ikkinchi qismda ko'rsataman. 10 talakdan keyin ikkinchi qism chiqadi. Men bu marazda ko'rsataman. Hali seni suvga bo'ktirib qanaqa qiynashimizni bu xalqqa oshkor qilaman, sen qarab tur. Do'stlar, agar keyingi qism chiqsin desanglar 10 talak yig'ib berilaman, mana shu marazni nima qilsam qilaman. Xo'p, xullas obunachilar 200 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Shunga obuna ham bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysalaring. Videolar o'kis olmaysizlar o'zi. Anchadan beri video olmadim. Xullas endi matlar to'g'rilashimiz kerak. Qaranglar, olmosdan qilib qo'yibman. O'zi bankrot. Bo'pti do'stlar. Qarochi, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Stop. Xullas sizlarni qarochi
Короче, mana o'g'ri xalqlar ko'rsin mana shuni. Hozir osib qo'yamiz yerga. Bo'pti do'stlar, yaxshi qolinglar. Tuzuk bo'linglar. Keyingi videolarda ham shunaqa videolarni olib chiqay. Nima deyapman o'zi? Xo'p, mayli do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.